Assalomu alaykum. Bu videoda sizlar bilan ko'rib chiqadigan narsamiz provodnikni interfeysi bilan tanishib olamiz. Bu provodnikni interfeysi to'g'risida shunaqa bir kerakli funksiyalar mavjud. Bu funksiyalar sizni fayllar bilan ishlashingizni qulaylashtirishi mumkin. Masalan, hozir mana rasmlar degan papkaga o'tadigan bo'lsak, bir qancha rasmlar mavjud. Bu rasmlar orasida turli xil rasm, SVG yoki bo'lmasam Adobe Photoshop va boshqa turdagi rasmlarni ham ko'rishingiz yoki bo'lmasam hujjatlarni ham ko'rishingiz mumkin ekan. Endi keling bu joyda mana shu fayllar bilan ishlashni ko'rib o'tamiz. Buning uchun nima qilishimiz kerak? Ko'rib turganingizdek, mana bu fayllar o'z ichidagi kontenti bilan ko'rinib turibdi bizga. Biz mana shu narsani o'rniga biz ro'yxat qilishni xohlab qoldik. O'shanday holatda o'ng tugmani bosib, Vid degan joyga o'tirib, Spisakka bosadigan bo'lsak, mana shunaqa ko'rinishda ro'yxat chiqarib beradi. Agar sizga bu holat ham yoqmasa, ya'ni mana bu joyda qo'shimcha ma'lumotlari bilan ko'rishni xohlasangiz, unda ochiq joyga olib kelib turib yana Vidni tablitsaga o'tkazamiz. Endi bu joyda o'sha barcha fayllarni turlari va nomlariga qarab turib taxlab beryapti. Endi mana bu fayllarning nomlari sizga kichkinadek ko'rinayotgan bo'lsa, uni ham kattalashtirishingiz mumkin. Buning uchun Ctrl tugmasini bosgan holda mishkani kolesosini aylantiramiz. Mana e'tibor bering, mana shunaqa tarzda kattalashaveradi. Bu o'sha bizni ikonkalarimizda ham kattalashtirgan holatda chiqarib o'zgartirib beradi. Qancha kichkinalashtirsak, biz mana shuncha boshqa bir stillarga o'zgartirishimiz mumkin. Даже mana bunaqa holatga ham keltirishimiz mumkin. Ko'rib turganingizdek, bu juda ham qulay, ma'lumotlarni turli xil ko'rinishga keltirib olish. Endi bizga shunisi ham mana shu formatda ham qilishimiz mumkin. Bunday holatda nimasi qulay? Chunki faylning nomi va faylning tipi, agar rasm bo'lsa o'lchami haqida ma'lumotni berib ketyapti avtomatik tarzda va uni razmeri haqida ham yozilyapti. Oxirgi marta o'zgartirilganligi haqida ham ma'lumotlarni ko'rishingiz mumkin ekan. Endi bundan tashqari yana nimalarni qilish mumkin? Keling, siz bilan hozir ozgina buni o'zgartiramiz, ya'ni qanday holatga keltirib olamiz. Lekin siz mana shunaqa bo'lishini xohlaysizda va bundan tashqari mana bu fayllarning formatlarini, ya'ni mana bu JPEG formatlarini ko'rinishini xohlaysiz. O'shanday holatda siz Bga o'tasiz va mana bu joyda расширение имени файла degan joyni bosamiz. Ko'rib turganingizda ana endi mana bu joydagi PNG formatlari esa mana bu joyda hosil bo'lyapti. Ko'rib turganingizda mana cho'zadigan bo'lsak, bu hozir nomlari ko'rinmay qolganda fayllarning uzun nomlari o'shanda mana bu joydan ushlab turib, o'sha chegaradan mana bu chiziqni keyin u yoqqa bu yoqqa tortsangiz kengayadi. Endi mana bu joyda mana har birini o'zini formatini avtomatik tarzda ko'rishingiz mumkin. Endi provodnikni o'zida ham sortirovka qilish mavjud. Sortirovka qilish uchun mana bu joylarga bosishingiz ham mumkin. Ya'ni N'ga bosadigan bo'lsangiz, birinchi alfabet bo'yicha tahlili, endi yana bir marta bosadigan bo'lsangiz, mana bu strelka pastga qarasa, alfabet bo'yicha teskari tahlili. Ana endi data bo'yicha, ya'ni qaysi biri birinchi yaratilgan bo'lsa, o'shalar pastdan keladi. Birinchi yaratilganlarni yuqoriga chiqarmoqchi bo'lsangiz, mana buni bosasiz va mana bu joyda ko'rib turganingizdek eng birinchi yaratilgan fayllarni ko'rishingiz mumkin. Shunday qilib, bu joyda yana tip degani bor. Tiplarga qarab taxlashimiz ham mumkin. Bosamiz, faqat PNG formatdagilarni va undan keyin JPEG va undan keyin hujjatlar va boshqa turdagilarni taxlab beradi va o'lchamga qarab ham taxlashimiz mumkin. Ya'ni eng kattasini hozir birinchi bosadigan bo'lsak, eng katta razmerdagi faylni birinchiga chiqaradi. Agar bizga eng kichkina fayl kerak bo'lsa, unda mana buni yana bir marta bosamiz. Ko'rib turganingizdek, mana eng kichkina 3 kilobaytlik faylimizni birinchiga chiqarib ko'rsatyapti. Bu o'sha provodnik bilan ishlashda kerak bo'ladigan asosiy narsalar edi. Bundan tashqari, siz qaysidir bir faylni ustiga bir marta bossangiz, o'sha fayl haqidagi informatsiyani mana bu joyda ham ko'rishingiz mumkin. Mana bitta element belgilangan va uni hajmi 64 kilobayt. Endi bundan tashqari, hozir mana shu papkada qancha fayl turgan bo'lsa, elementlar soni nechta bo'lsa, o'sha ham ko'rinib turadi mana shu joyda. Keling, hozir shuni o'zgartiramiz. Masalan, IT Lessons degan diskka o'tamiz. Bunday holatda mana 25 taman 26 ta. Endi bu joyda masalan Electronics degan papkaga o'tadigan bo'lsak, bunda bitta element borligini ko'rishingiz mumkin ekan. Mana shunaqa tarzda provodniklar to'g'risida ma'lumotga ega bo'lishingiz mumkin. Endi e'tibor bergan bo'lsangiz, men hozir kirgan papkalarimdan oldinga bosyapman, ya'ni nazat qilyapman va shu orqali oldinga kirgan sahifalarimga qaytyapman. O'sha nazat amalini ikkinchi usuli bu Alt tugmasini bosgan holatda chaka degan tugmani bossangiz, o'sha orqali ham amalga oshirishingiz mumkin. Agar Alt tugmasini bosib o'ngga bossangiz, siz oldinga harakatlanasiz, ya'ni o'sha kirgan sahifalaringizga yana qaytib kirishingiz mumkin. Endi ko'rib turganingizdek, hozir bizda mana bu elementlarni shunaqa taxlash va ularni turini qanaqa tartibda namoyish qilishni ko'rib chiqdik. Endi o'sha narsaga qo'shimcha sifatida mana buni ham bosib ko'rishingiz mumkin. Bu qisqagina elementlarni ko'rsatishni o'zgartirib beruvchi narsa. Ya'ni tezkor переключатель deymiz, bosamiz, almashadi. Shunaqa tarzda ham ishlaydi. O'ylaymanki, bu videomiz sizlarga foydali
foydali bo'ldi. Keyingi videolarda uchrashguncha sog' omon bo'ling.